Gapim qolmadi. Endi o'g'ilmishda yo'qolib kelsiz qanday oldu? Nima dedim bilan bir telefon ap qo'yib, men bunda xiyada bunda ish qilyapman deb qo'ysangiz bo'lmanda menga. Nada. Emniyet men ota-onamizdan ikkimizdan ishga qo'shilmaydiganligini allburun tasdiq bo'lgan. Qanday bir ota-ona mendek bir qizning o'zi kelin bo'lishini xohlasin. Unda qo's nima bo'pti? Men uydagilarga u gap. Ey dada. Ha. Ama tishida. Nima? Qolib o'tirganda? Ha, ma'qul, men hozir boray. Xo'sh. Bu işlerin annesi ben sebep çok kaldım. Ya onda demen bu işler sizle münasebetsiz. Apa, qanday qolib qolding? Can't say how the days will unfold. Can't change what the future may hold. But I want you in it every hour, every minute. This world can race by far too fast. Hard to see while it's all flying past. But it's clear now when you're standing here now. I am meant to be wherever you are next to me. All I wanna do is come running home to you. Come running home to you. And all my life I promise to keep. Müslüman mı sen? İş kız yok. Oldu siz ablamın aklını. Birer koşmaya tekstürüp çıkan. Yok oldu siz yanına. Duran doktordan kırıp bakın. Oldu iş kız yok siz yanına verin. Siz qanday qilsangiz? Duran. Xudo qolsa, men opam operativ telefon qilay. Ma'qul bo'ldi, meni verin. Buyurun. Güzel. Ben sizi to'liq bir oy izladim. Meni o'zingizni buncha yo'llar intizor qilib ketmamlarmi? Nereden? Yaxşıdırvatamsiz. Bilmem. Siz çoğundan bek öş bak gettiniz. Bırak. Ben bu amalsız sizden
sizden ayrılışqa mecbur bo'ldim. Chunki men hozir bir aytis bemor. Biroq siz xotirjam bo'ling. Men hozir aytis kasalligining oldini olish punktida fidoyi bo'lib ishlayapman. Sizdan bu videoni ko'rgandan keyin oziqlanmasligingizni umid qilaman. İkimizden ömür yürgen vaxtımızın mənki olur.